yana ZPRR. Azizlar, agar 6 yosh yoki bola 7 yoshda umuman nutq shakllanmagan bo'lsa, ya'ni oddiy qisqa so'zlari bo'lmasa, bilib qo'ying, bu shunchaki ZPRning o'zi emas. ZPRR, ya'ni aqliy va nutqiy rivojlanishdan kechikish deganda bolalar gapirishdan kechikadi, ammo sekin astalik bilan nutq zaxirasini jamlab boradi. Ya'ni 6-7 yoshda hech bo'lmaganda qisqa so'zlarni ayta olishi kerak bo'ladi. Agarda 6-7 yoshda umuman nutq shakllanmagan bo'lsa, demak bu ZPRR emas yoki ZPRRning yonida yondosh kasallik bilan kelayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun bu ONR, ya'ni umumiy nutqiy rivojlanishni chuqur orqada qolish 3-4 daraja yoki sensomotor alaliya yoki og'ir darajadagi ZPRR autizm belgilari bilan bo'lishi mumkin. Hamda aqliy rivojlanishning sustligi, ya'ni F70 va 73 kodi oralig'idagi tashxislar bo'lishi mumkin. Hamda bu holatda quloqni ham tekshirish kerak bo'ladi. Bunday holat, ya'ni nutqning umuman bo'lmasligi, quloq eshitish pastligining 3-4 darajalarda bo'lishi ham mumkin. Aziz onajonlar, bunday holatda nima qilamiz? Albatta qo'limizni tushirmaymiz. Bunday holatda o'z ishining aniq mutaxassisi bo'lgan, bunday tashxisli bolalarni farqlay oladigan, to'g'ri tashxis qo'ya oladigan mutaxassisga boramiz, yirikroq tekshiruv o'tkazamiz, ya'ni MRT, EEG kabi hamda testlarni o'tkazamiz va eng avvalo tashxisni aniqlab olamiz. Tashxis aniqlangandan keyin esa mana shu tashxisga mos korreksion ishlar olib borilsa, tashxisga mos dori-darmonlar, tashxisga mos apparatlar bilan birgalikda ishlansa, albatta har qanday holatda ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Bunday holatlarda sizlarga albatta men BMP klinikasidagi boshqa shifokorlar va bizning jamoa yordam bera oladi.